Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hörmətli televizor görüşlər. İslam və biz proqramımızdan 53-cü saniyə görüşənlərinə qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yılğun. Qadirli görürmənlərimiz, həmmanlar məlum bolğandak başlanğan gündən ta bugün güngacha hər həftə alohida bir iş uqqan İslam davamlı halətdə ikramlarda buluyordumuz. İslamımızda hər bir Müslüman naiti roşan, eniq düşünüş gerek bolğan məsələlərdə hər bölümdə ayrım-ayrım tema qılğan şəkildə davamlaşdırıb kelyapmiz. Arlıqda bir işgəbdə başqa səfər olub qaldığının kendindən başqa bir səbəblər bilan işgəbdə ikramlarda bulunmadıq. İnşallah bugün yenə elanımızda bəgəndək hər qıtımqı hər səndə bir ayrım bir tema bolğandak İslamdakı paklıq, yəni Müslümanlıqın cəvhəri, mənəvi paklıq temasında söhbət edib veriş üçün ikramlarda oturduğumuz proqramımızın daimlik mehməni həmmanlar tanışıb bolğan hörmətli Ustad Şərq Türkistan Ölümalar Birliyi əzası, şundaqla Dünya Müslüman Alimlər Birliyi əzası Abdurrahman Cemal Kaşıvali'ni təklif olduq. Qimmatli vaxtdan çıxırıb qədəm təşəkkür qılğanlıq üçün köpdən-köp rəhmət etdiniz. Rəhmət. Allah razı olsun. Qadirli görürmənlərimiz proqramımız Naq Meydan'da təxil oldu. Facebook, YouTube arqılıq ekran aldı çıxıb duruyatqan numaralar arqılıq proqramımızға əlaqədar arqandaq fikir, təklif, suallar bolsa, sorusanlar boldu. Şundaqla köplügən qayrindaşlarımızın faydalanışı üçün həm bəhərləb qoyuşunu unutmayısınlar. Bundaq olsa proqramımızı başlasaq, əlbəttə bugünkü temamız intihar mühim bir tema. Çünki İslamımız meyli maddi cəhətdən olsun, mənəvi cəhətdən olsun, Müslümanın pakizlik halətdə yaşını, hayatındaki her bir basqış qədəmlərini paklıq üstüge elib verişini təşəbbüs qıldığan, çağırdığan bir din. Şuna aşkı bugün bunu bir ətraflıq düşünüş getirişimiz. Aldığınqı saatı diginimizdeki proqramımızını qısqa qınmaqçı bolğandıq inşallah. Bugün mü yarım saati tütüş getirişimiz. Ustadımdan başlasak bugün temamızını bundaq qoyduq. Aldılan İslamdaki pakizlikning mahiyeti degeni başlap başlasak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamdsana Peygamberimizge dua salamlar olsun. Paklık İslam tasavvurda imanın mahiyetidir. Ahlakның ki cevherdir. Müslümanlıkның ki takazzasıdır. Allah'ın yardımı gelişinin ki yoludur. Dünyada olsun ya ahirette olsun muvaffakiyet kazanışının ki vasıtıdır. Hem de medeniyet yaratışının ki en mühim amelidir paklık. Paklıkның mahiyeti akidini küpürlük ve hurafatlardan pak tutuştur. Aklını ansızlık ve bipervalıktan pak tutuştur. Kalpni bolsa gaflet ve hasettan pak tutuştur. İdeyani İslam prensiplerine ve İslam körsetmeleri zıt kıldıgan ideyalardan, fikirlerden pak tutuştur. Ahlakni bolsa naçar işlerden pak tutuştur. Tilni bolsa tillaş, gayvet kılış, suxançılık kılış ve onundan başka naçar illetlerden pak tutuştur. Kalemni bolsa yalgan geplerini yazıştan pak tutuştur. Korsakni olsa başkalarının hakikate ve haram neslerini yepselişten pak tutuştur. Kiyim keçekni ve beden olgan bolsa kirleşip ketişten pak tutuştur. Hem de öy olsun, aile olsun, mahalle, yurt, yol, vatan olsun bunu pak tutuştur. Mana bu paklıknınki mahiyeti. Çünkü İslam dini paklık ve pakizlik dini. Eğer pakizlik desek işkilisinin özü geldi. Ama Uygur tildeki bir az fark olganlık için paklık bilen pakizlikte işkili sözüne erişin doğru taptım. Paklık manevi paklık, pakizlik zahiri ya sırtkı pakizlik. Bu mesela her işkilisi işlemdoz işler. Dinimiz bunu at-tuhur paklık dep atadı. Manevi cihetlik paklık, hissi cihetlik paklık dep. Ben bir iki sözüne işlettim en ulaş için. Çünkü İslam dini paklık, pakizlik dinidir. Paklık bilen pakizlik dinimizde imandır, akidedir, ibadettir. Hem isil ahlaktır. Şunun bilen birlikte medeniyetlik buluşunun alamıdır. Yani maneviyetimiz pak olsa, zahiri haltimiz pak olsa, mana bu insanın hakiki medeniyetlik insan dep atayımız. Bu sebepten İslam dini Müslümanlarını paklık ve pakizlik'e alayda çakırgan. Paklık bilen pakizlikni İslam'dan şuarlardan boğan bir şuar ve İslam'dan perzlerden boğan bir perz de bekitken.
Hamda poklik va pokizlikni musulmonning hayotining bir qismi va madaniyatining simvoli deb bekitgan. Musulmonning hayoti mayli ma'naviy poklikdan bo'lsin, mayli hissiy poklikdan bo'lsin, buningdan ajrayolmaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz at-tuhur shatrul iymon. Poklik iymonning yarmi. Ya'ni sen iymonni da'vo qilgan bo'lsang, musulmondachilikni da'vo qilgan bo'lsang, Alloh bo'ysunganlikni da'vo qilgan bo'lsang, vaqt tuhur bo'lish lozim. Ya'ni pok bo'lish lozim. Ma'naviyating pok bo'lish lozim. Zahiri, sirtqi holating pok bo'lish lozim. Butun vujuding pok bo'lish lozim. Iymonning yarmi qalbningki pokligiga munosabatlik. Islom dinimiz qalbning pokizligi bilan badanning pokizligini birlashtirish orqali aqidasi pok, ibodatlari pok, tasavvuri pok, tushunchasi pok, falsafasi pok, stili pok, tili pok, hayot pok, madaniyat pok bo'lgan bir ummatni yetishtirishni maqsad qilgan. Bu sababdan Janobi Alloh qalbi pok bo'lgan va hissiy jihatdan, ya'ni badaniy jihatdan pok bo'lgan bu insonlarni yaxshi ko'rganligini jakarlagan. Qanday insonlarni yaxshi ko'rdi bo'lsa, innalloha yuhibbut tawwabina va yuhibbul mutatahhirin. Ma'naviyatini poklagan, qalbini pok tutgan, ham ma'naviy va zohiriy poklikka ahamiyat bergan bu odamlarni Alloh yaxshi ko'rdi deb musulmonlarni har ikkala tarafdan pok bo'lishga tashabbus qilgan. Shuning bilan birlikda Alloh taolo ma'naviy pokizlik bilan hissiy pokizlikninki dinimizda bir-biridan ayrilmaydiganligini aniq jakarlagan. Bizning dinimizda ma'naviy poklik bilan hissiy pokizlik bir-biridan ayrilmaydi. Yani insanın kalbi pak olsa, niyet yaxşı olsa bulduğu, öyi kasmak olsa, medeni kasmak olsa, mahallesi menet olsa, meyli deydi kaşı yok. İnsanın içki dünyası kanç pakiz olsa, sırtki dünyası bir tepişi lazım. Sırtki dünyası kanç pakiz bunu evzel bilgen olsak, içki dünyasını takım onun evzel kılış lazım. Çünkü dinimiz bu vakit Kur'an-ı Kerim enik hüccet bayan kılıp ve Rabbike fekebbir ve thiyabike fetahhir. Perverdigarının uluğu dedi. Yani kalbini paklar. Senin kalbinde hemmedin uluğ neyse Allah Teala olsun. Bunun kendinden bağlaplam kimini pak tut. Yani bedenini pak tut. Sırtki halatını pak tut. Yani maneviyetten olan seninki hissi haletten, ten halette pak olsun deyip bir yerde manevi paklık olan hissi paklıkını birleştirip bayan kılan. Şunu bu ikisini ayırıp karışka bulmaydı. Hepsi bazı bir karindaşlarımız kalsak sırtki paklığa keyin to'xtalishimiz mumkin. Öğüler kirgen vaktimizde kalaymakan, bir yerde binası tuğan, bir yerde ressiz tuğan, bu İslam'nınki paklık doğrusu ya pakizlik doğrusu körsetmemiz tamamen uygun bulmagan bir haletten ibaret. Hoş. Bu sebepten İslam dini manevi his ve hissi, şahsi ve ictimai paklık ve pakizlikni alayda tashabbus qilgan. Bununla alayda ahamiyat bergan. Hem de pakizlikni aqida bilan zanjirsiman bog'lab o'tgan. Yani zahiri pakizlik desak, badaniy pakizlik, jismoniy pakizlik, kiyim-kechak pakizlik, ko'chaning, uyning, mahalle, yurt, vatanning deyli, bu mu aqida bilan bog'lanib ketgan. Bunga nechilagan hujjatlar va bu haqda keyin bu zahiri paklik haqida to'xtalgancha to'xtalsak bo'ladi. Shunga bu yerda angliq musulmon ruhininki, aqlininki va badanining pokligiga alohida ahamiyat berish lozim. Ahamiyat beradigan narsa qalbining pokligi, ruh deb atadi. Aqlining pokligi ve bedeninin ya cismanının paklığı alaydı ahamiyet beriş lazım. Bu üç noktanınki taleplerinin hemiz tamponglaştırıp hayatını aynı davamlaştırış lazım. Bu üç noktanın birisini yani birisini aşırı etmegen halette ya birisi sel qarab birisini aşırı perva qilmagan bu haletke çıkkanması lazım. Mana bu paklıkninki İslam'daki takazzası ve mahiyeti ibaret. Endi abaysil deb o'tgandek shu ma'naviy poklik yoki moddiy har ikkala tarafdan talab qilinayotgan bu narsalar poklik nimadan taqozo qiladi insonda musulmonda? Asl maqsad shu. Pok bo'la oladi, maqsad nima? Xo'sh. İnsanning sirtqi ko'rinishi qancha go'zal bo'lsa, insonning sirtqi ko'rinishni pokizlash qancha muhim bo'lsa, uning qalbini pokizlashi sirtqi ko'rinishni pokizlashdan pek muhim. İnsanın kalbi pak olganca çokum sırtıga tibidi. Pişkirik tesiri kıldı.
stiliga ta'sir qildi, tasavvurga ta'sir qildi, mansab tug'gan bo'lsa u yerdagi mansabga ta'sir qildi, hayotiga ta'sir qildi. İnsanın sırtqi dünyasını paklaşı ya güzelleştiriş qancha muhim bo'lsa, qalbini güzelleştirishi uningdan muhim. Çünkü bir insanın sırtqi görünüşü güzel olgan bilan, amma uning qalbi güzel olmasa, yani qalbi paklanmay qolib qolsa, u insondan boshqa insonlarga xayriyat kelmaydi, yaxshilik kelmaydi. Çünkü insanın to'g'ri fikr qilishi, to'g'ri ish harakat qilishi, to'g'ri gap so'z qilishi va ish harakatlarining Allohning mezonini qabul qilishi nimaga bog'liq? Qalbining pok bo'lishiga bog'liq. Innalloha tayyib la yaqbul illa. Allah pok zot. Har qanday narsa poklik bo'lsa, shuni qabul qilib bo'lmasa, poklik tushmaydigan narsa rad qiladi uni. Bu sababdan dinimiz qalbning pokligining alohida ahamiyatga ega ekanligi ham musulmonning hayotida markaziy nuqta nima ekanligini ko'rsatib, shunday bir ko'rsatmani yoki buyuk bir qoidani bizga berdi. Payg'ambarimiz hadisida deydi: "Innalloha la yanzuru ila suwarikum va ila amwalikum." Allah sizlarninki chiroyinglarga qaramaydi. Allohning yaratishi, bizda ixtiyorlik yo'q. Bizni bu shaklda yaratdi, yana bir insonni yana bir shaklda yaratdi. Xo'sh. Sizlarninki sirtqi qiyofatinglarni buni asoschi o'lcham qilmaydi. Gerçi pakizlik tashabbus qilinsimi, lekin asli o'lcham bu emas deydi. Allohning mezonida tarozida oqadigan o'lcham sirtqi qiyofatingiz emas, badaningizningki kelishkini emas, kiyimingizningki ilg'or markali qo'yganlik emas, ya'ni sizningki falon markaga ega bo'lganligingiz bu o'lcham emas deydi. Yoki milliarder o'g'lingiz, millioner o'g'lingiz boy bo'lib ketganingiz Allohning mezonidagi asli o'lcham emas deydi. Faxrlanadigan ish emas deydi. Chiroyingiz bilan faxrlanmaysiz, xo'sh. Mansabingiz bilan faxrlanmaysiz, unvoningiz bilan faxrlanmaysiz. Şöhretingiz bilan faxrlanmaysiz, mal dunyoningiz faxrlanmaysiz. Allohning mezoni to'xtaydigan narsa emas, ichki narsa. Allah nani e'tibor qilib, nima qaraysa, qulubikum dedi. Va a'malukum dedi. Qalb. Ya'ni qalbingni pokmi, pok emas. Qalbingni pokiz qalbmi yoki nijis qalbmi? Qalbingni Allohga, Allohning payg'ambariga intilgan qalbmi yoki shaytonga intilgan qalb? Müminlarni so'ydigan qalbmi yoki mu'minlarga aziyat bergan qalb? Buni qaraydi. Enin kendisinin qilgan ishing to'g'ri ishmi, xato ishmi? Foydali ishmi, musulmonlarga ziyonli ishmi? İslamning ko'rsatmasiga uyg'un qilgan ishmi yoki islom zid qilgan ishmi? Mana buni qaraydi. Asli o'lchammish. Agar har bir musulmonlar mush o'lchamga diqqat qilsa, ya'ni qalbimizni saqlashtirish, qalbimizni poklashning muhimligini bilsa, ish harakatning shariatning ko'rsatmasi bo'yicha, aqlning taqozosi bo'yicha ish olib borsa, u vaqtda ishlar joyida mumkin bo'ladi. Afsuski bu yerda qalbimizni ko'ngil bo'lish tashlanib qolgan. Ish harakatlarimizningki shariatning ruhiy ko'rsatmasi uyg'un bo'lish tashlanib qolgan. Afsuski bu yerda shakl masalasi ustun bo'lib ketgan yoki oldin qo'rin kelib ketgan. Bu ahvollar bo'lganligi uchun jamiyatimizda umuman islom dunyosida bo'lsin yoki shaxsiy hayot bo'lib qolsin, ba'zi normalsizliklarning yuz bir sababmishadi. Ama asli o'lchamga rioya qilib qolsak, qalbimiz poklansa, harakatimiz to'g'ri doiraga kirsa, qolgan masala o'zligidan avtomatik holatda o'ngshiladi. Qaraydigan bo'lsak, badan bilan kiyim-kechak suv bilan pokizligini bo'ladi. Lekin qalbni suv bilan pokizligini bo'lmaydi. Yoki ilg'or markali kiyimlarni kiyib olsak, bu poklanmaymiz. Balkim kishilarni oldiga olishimiz mumkin. Xo'sh. Kishilarning nazar palona shaxs deb ilg'or markali kiyimlar bilan, ilg'or mashinalar bilan yoki ilg'or dachilar bilan boshqalarni qo'llashimiz mumkin. Lekin Allohning mezoni hech narsa to'xtamaydi. Xo'sh. Qalbni pokizlaydigan narsa islomning mezonida jonliq aqida. Sağlam ibadet, to'g'ri ideya, go'zal axloq. Mana bu poklaydigan narsa. Shuning bilan birlikda shaxsiy va ijtimoiy hayotda foydali ish harakatlar bilan, savobli ish harakatlar bilan Allah'ın Resul razı olan iş harekatı şug'ullanır. Mana bu pok. Şunun bilan birlikda qalbimizni shirk ibadetlerden pok tutish, ideyamizda islom prinsipini zid qilgan ideyalardan pok tutish, aqidamizda islom zid qilgan falsafalardan pok tutish, axloqimizni hasadxo'rlik deymiz, adovat deymiz, bir-birini yomon ko'rish deymiz, o'chmanlik deymiz, yoki suxanchilik, yolg'onchilik, takabburlik, shuhratparastlikka o'xshash bu qalbning kasallaridan pok chiqqan vaqtida eninkendi bu qalb pok qalb bo'ldi. Eninkendi bu qalb turkcha temiz qalb bo'ldi. Bu yerda aqidaning sog'lomligi muhim, pokiz bo'lishi, ibodatning pok bo'lishi muhim,
İdeyanınki pak bo'lishi muhim, axloqning pak bo'lishi. Eng cho'ng o'lcham mana shu. Qalb insonga nisbatan isloh qilishga, poklashtirish eng muhim omil. Eng muhim a'zo. Bu qalb insonga nisbatan motorning o'rnidagi bir narsa. Xuddi mashinaning motori buzilib qolsa, ka kelmagandek, insonning qalbidan chataq chiqib qolsa, qolgan a'zolardan chataq chiqib boshlaydi. Bu sababdan payg'ambarimiz qalbni isloh qilishdan keyin, qalbni poklashning naqadar muhimligini eskartib, hammanglar bak diqqat qilinglar. Musulmonlar diqqat qilinglar. Qalb deydigan bu a'zoni isloh qila olsak, badanning hammasi to'g'rimi? Ko'zimizmi to'g'ri yoqqa qaraydi. Tilimizmi halol gap qiladi. Ma qo'sqimiz kirgan narsami halol bo'ladi. Yozgan narsamizmi halol to'g'ri bo'ladi. Agar qalbimizdan chataq chiqib qolsa, hamma tilimizmi chataq chiqadi, ko'zimizdan chataq chiqadi, qo'sqimizdan chataq chiqadi, o'rindiqdan chataq chiqadi, jinsiy a'zodan va boshqa futqulning hammasidan chataq chiqadi. Bak diqqat qilinglar deb, ma motorni davomli isloh qilib turinglar, davomli poklab turinglar deb payg'ambarimiz alayda eskartib bergan. Musulmon inson qalbini poklagan vaqtida uning qilgan har bir so'zlari yoki har bir ish harakatlari Allohning roziligini ko'zlaydigan bo'ldi. Nima ish qilsa u qalbini poklab olgan ekan, u har qanday bir so'zni qilsin, har qanday bir ish harakatni qilsin, uningga maqsadi Allohning roziligini ko'zlash bo'ladi. Shunga u biror yaxshilik qilib qolsa, qalb poklanganchada, yoki yaxshi bir gapni qilib qolsa, yoki yaxshi bir faoliyat bilan shug'ullanib qolib qolsa, birasining maqsadiga qarab o'tmaydi. Yoki birasining taqdirlashini kutib o'tmaydi, yoki moddiy manfaatga erishishni ko'zlamaydi. Chunki ixlos bilan rizq keldi. Alloh rozi bo'lsin bo'ldi. Millatimga, musulmonlarga, qarindoshlarimga va insoniyat foyda kasb bo'ldi degan bu g'oyani asos qilgan vaqtida, mayli uning nomi chiqsin, chiqmasin, tonilsin, tonilmasin, bu g'oyani asos qilgan vaqtida uni savob avtomatik keladi. Sabab nereden keldi? Nima to'xtamay avtomatik keldi. Uning qalbi pok. Qalbi dastlabda poklandi. Endi bu qalbi pok, musulmon har zaman musulmon qarindoshlariga qalbini pok tutadi. Qalbi pok bo'lgandan keyin boshqa qarindoshlar qalbini davomli kirlashtirmaydi, pok tutadi. Qalbi pok inson bir musulmonga yaxshilik kelsa, bir musulmonga ne'mat kelsa, bir musulmonga qandaqliki bir foydali insonni xush qiladigan narsa kelsa, xursand bo'ladi. Hanim bo'lsa bir qarindoshim bo'lsa-mu, oshnaga erishdi. Men kelmasim bir musulmonga bo'lsa-mu, bir yaxshilik keldi deb xushal bo'ladi. Iymonning taqozosi, islomning ko'rsatmasi bu. Chunki bir musulmonning, yana bir musulmon qarindoshi qarta yaxshilikni so'yishi yoki yaxshilikni yaxshi ko'rish iymonning taqozosi. Yani bir Müslüman, yani bir Müslüman yaxşılık görənməyə qalsa, yani yaxşı görənməyə qalsa, yoki aşının yaxşılık yo'qolsa bo'ladi, bu izzat deb ketdi, mollaqasi bo'ldi, mansab deb ketdi, yiqilsa bo'ladi, boy bo'lib ketdi, gaday bo'lsa bo'ladi, deganga o'xshash bir halollik kelib qolsa, ma'u iymon qilsin. Axloq qilsin. Buni qalbi pok emas, tamoman uningga ta'turisiga aylanib qolgan. Chunki payg'ambarimiz aniq hujjat bilan deydi ki, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Müminlik davasını aldırıp kılışmışlardı. Ölçen bab yerdedir. Sizler özünlüğü yaxşı görgen nesini? Musulman qarindişini yaxşı görələmsizlər, görənməmsizlər. Qalbinni qandaq soqudu? Tilanı qandaq ifadə bildirdi? Vücudunda qandaq təsir oldu? Ma'nın qarab turib gap qılanglar deydi. Bu yerdə iman davasını qilish üçün qarindişinizga özünüz yaxşı görgəniz, yaxşı görələmsiz görəmsiz. Muş asasda endin İslam davasını qıldı. Mesela, misal yap baxay. Her birimiz muhacirat hayat misal qalaydı. Nimini yaxşı görürüz? Dəstəb öyümüzün buluşunu yaxşı görürüz. Bir Müslüman öyət, unanğa xursand bola adamdıq. Yak, aşı bu yap ketmə adamıdımdıq demdik. Boytaq olğan boz, qız olsun, oğul olsun, toy qılışını yaxşı görürüz. Biraz toy qıladığımız hərin boz, şunun işi olsun, püt edib xursand bola adamdıq, yaki həsəd qılamdıq. Birisi maşina aldı. Hənin boz, şunun olsun, bir iş qanlaşıbdı o deb qoşu olamdıq, yaki kendin gap tapamdıq. Niməyə bağlıq bu işte? Birisi mənsəbki çıxdı. Birisi oquşda nəticə qazandı. Birisi münasib xizmət gəlişdi. Muş işlər qarta qalbi qandaq soğudu. Xoş olamdı, qəzəb qılamdı. Qalbi söyünüş olamdı, yoki qotalıq şəkillənib tilidən bazağa çıxamdı. Misal qalay, biz uzun iqamət aldı deyil. Hazır qammədə oldu uzun iqamət. Biz nopos aldı deyil.
Endi o kendişimni olsun, bizsini olsun kütüptü. Yani ertögen memnun kep kala. Elhamdülillah. Allah barlık Müslümanların işte asan kılıp etsin. Hem çıkış yolu versin hep dua kılamdı. Acep ağ yok kepti. Bana kemmepti da mişer kalbi kandan sokudu. İmanla mişer ifadeleşti lazım. Aş adamın kalbinin haleti imanının sağlam işkenligi, ya kalbinin pak işkenligi, ya kalbinin kota işkenligine bana mişerde köz tutup koydu. Bu Resulullah'ın sözü. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahi ma yuhibbu. Çünkü özümüz yaxşı görgen narsa. Pulni yaxşı görürüz. Halaldan pulni, haramdan emas. Biz halal hizmet erişip, qaysi bir münasibet bilen iş qo'lashdi. Hanim boz shu xizmat ko'rilishibdi. Bir tijoratda obdar rivojlanib, ish mangduradi. Hammamiz yaxshi ko'p tijorat. Yoki pul tepishdi. Buning xursandligimiz bo'lamdi yoki hasad tutamdi biz. Xo'sh. Yoki uningga yiqilishini tilamdi. Mishal qalbimizning ifodasi bizdagi iymonning samimiy iymon yoki soxta iymon ekanligini ko'rsatib. Shunga qalbi pok musulmon hech bir musulmon qarindoshlarini töven kömeydi. Hakaretlemeyi kemsitmeydi. Çünkü bir Müslümanın yani bir Müslümanın kemsitişi, hakaretlişi ağır cinayettir. Bu benim sözüm emas. Peygamberimiz ene hüccet ölen dedi ki bihasbi imrin mineşşer. Bir Müslüman insanı yetkirek cinayet. Başka cinayet izlemişsin bu. Başka bir günah izlemişsin bu. Ey yahkir akal mısın? Müslüman kardeşine hakaretlişi, kemsitişi, onu töven görüşü. Günah cihette yitüdüm hanım. Başka bir günah izlemişsin bu. Hüccet mi? İman digenmiş. Kalbini paklaş digenmiş. Ben işini başlaydığı yermiş. Buna nima bilan kiralık usulda yo'qlanmaydi, yuqori demas, so'zlanemas. Rasulullohning ko'rsatmasi bilan, Qur'oni Karimdagi oyatlar bilan, büyük sahabelarninki ish izlari bilan men qalbini paklash yo'qamish. Xo'sh. Shuna qalbi pok musulmon qarindoshlarga mutakabbirlik qilmaydi. Takabburlik qilmaydi. Chunki har bir sog'lom bir musulmon Peygamberimizdeki tövendik sözüne iside obdan tutun. Peygamberimiz ne degesi? La yedhul cenne men kana fi qalbi misqal zarratin min kibr. Zarrachilik, zarrachilik ko'z ko'rinmaydigan narsa. Kundan sho'lizli, ba'zi sariq cho'mildaymiz, balki uningdimmi, töven bo'lib bugun kunlikda atomninki 3 ga bo'lindiganligi bu zarra deb atom. Shuncha kichikkina bir zarra bo'lib qolib qolsa, ma odam jannat kirmaydi. Ko'rdigan kuni va Allohning oldi birdigan hisoboti va diqqat qilsin. Halimiz qarab qo'yadi. Biz demak cho'ngchilik qilamiz. Cho'ngchilik qilgandek nemimiz bor. To'g'ri. Cho'ngchilik qilish musulmonning sifati emas. Bu kabir mutaal bo'lgan Allohning sifati cho'ngchilik. Biz abd, Allohning quli. Qulluq sifatdan chetlab kelib qolsa, ibodatga ta'sir etadi. Musulmondachilikqa, samimiylikka, ixlosga ta'sir etadi. Qulchiligimizni unutmaylik. Islom nazarda musulmonlarning hammasi tağatның tişleri o'xshash, hammasi illa bit taqvo. Bit taqvo. Taqvolik bilan. Güzel ahlak ve taqvo. Xo'sh. Shuna qalbi pok musulmon qarindoshlardan ish harakatlari qarta aniq oshkor xato bo'lmasa yaxshi o'yda bo'ldi. Masalan, bir musulmon yana bir musulmon ish baho bergan chog'da insof qilish lozim. Agar aniq xato bo'lgan bo'lsa, tanqidlasin, tuzatsin, amr ma'ruf nahy munkar qilsin. Chiroyli, güzel usullar. Eğer eni hata olmasa, her xil izohlashni qabul qiladigan bo'lsa, yoki to'g'ri bo'lib qolish ehtimoli bo'lganmiz yaxshi o'ydi bo'ldi. Yomon gumon qilmaydi. Hasadxo'rlik tutib ketmaydi. Chunki Qur'oni Karim nima deydi? Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kaseeran minad-dan. Mu'minlar xitob qildi. Mu'min qilsizlar. Ey mu'minlar. Ko'plagan gumonxo'rlikdan saqlaninglar dedi. Chatoqning chiqinadan chiqib o'tsa, zannadan chiqib. Gumonxo'rlikdan chiqadi. Hujjat pakit bormisi yo'q. Xo'sh. Gumonxo'rlik chiqadi. Qur'oni Karimda deydi-ki, ko'plagan gumonxo'rlikdan jinlar turinglar dedi. Gumonxo'rlikning bir qismi gunohga boshlab bordi inson dedi. Allohning oldida hisob berishga boshlab bor. Diqqat qilinglar. Shunga bu yerda aniq xato bo'lmay qolib qolsa, men bilmaydigan bir sabab bor deb yaxshi o'yda, yaxshi gumonda bo'linglar dedi. Shuning bilan birlikda qalbi pok musulmon qarindoshlar salom berishga alır. Bu salom desam assalomu alaykum deb yozib qo'ysak, yoki deb qo'ysak tugaganamiz. Ya'ni uni xotirjam qilish qoldiradi. Chunki assalomu alaykum deganning ma'nosi men seni salomat qilaman, seni omonlik erishtirman, sana ziyon bermayman, tilim bilan, qo'lim bilan, yana bir a'zom ziyon bermayman degan bir va'da. Xo'sh.
man ma asad salam berishga aldiraydi. Uni xotirjam qilishga aldiraydi. Chunki bu inson bir musulmon salom berish va uni xotirjam qilishdan jannat kirishdan bir vasf ekanligini bildi. Chunki payg'ambarimiz nima dedi? La tadkhul jannata hatta tu'minu. Mu'minlik saviyasiga yetmay turib jannat bunda oson kirish yo'q. Mu'minlik saviyasiga yetmay turib jannatga kirolmaysizlar. Hamda o'zaro bir-birini yaxshi ko'rmay turib, musulmon o'zaro bir-birlarini hub, sevgi, muhabbat berilmay turib, qalbinglarni berilmay turib, uning yaxshilikni tilamay turib, yaxshilikni umid qilmay turib, uning izzat sharifining eshishini, ahvolining yaxshilanishini, kunining taqimi kullab parlab umid qilmay turib, mu'min bo'lolmaysizlar. Hujjat. Xo'sh. Yomon ko'rash bir-birimiz bilan, o'chmanlik, asadxo'rlik, uni o'rikolash, yana bizim bilamiz. Yaxshi ko'rmay turib mu'minlik da'vos qilmadi. İmanның taqozosi. Şoň innamal mu'minuna ihwa degan hujjat Qur'on Karimda aniq. Mu'minlik qarindosh. Ma qarindishing deb qarabın. Tanqid qilish to'g'ri. Xo'sh. Tanqidni o'z joyida qilish to'g'ri, o'z usul bilan qilish to'g'ri. Lekin qarindishing ekanligini unutib qolmadi. Payg'ambarimiz dedi, bir-birini yaxshi ko'rishdan chorasini deb berdi. Boshqa hadislarda bir-biriga hadiya qilish, o'zaro ziyorat qilish tilg'ag'imiz bu yerda xotirjamlik bir ifodasi dedi. Xo'sh. Xotirjamlikni qanot yaydiringlar dedi. Sevgi, muhabbatni izhor qilinglar dedi. Yo'lmush. Qalbni poklashninki taqozzosimush. Demak, musulmon qalbini poklagan vaqtida tili poklandi. İnsanның qalbi poklangan vaqtida tili poklandi. Qalbi poklangan chog'da uning og'zidan chiqayotgan gap so'zi davomli yaxshi gap chiqadi. Yaxshi gapdan boshqasi chiqmaydi. Chunki u inson har bir og'iz gapni qilishi ilgari shariatning tarosida ma gap halolmi, harommi deb o'lchab chiqardi. Gapni dedim o deb bildirilmaydi. Ochchig'im kaptikin deb bildirilmaydi. Ya kallam kap qaptikin deb aytmaydi. Payg'ambarimizningki ochchig'lama degan gapini chiqib turib, o'ylab gap qildi. Har bir og'iz so'zning u insonning ya savobini oshirganligi yoki gunohini oshirganligi, ya jannatga sabab bo'lganligi yoki do'zax sabab bo'ldi o'ylab turib ish qildi. Xo'sh. Bu inson payg'ambarimizningki hadisini albatta o'ylash lazım. Men kana yu'minu billahi vel yawmil akhir. İman bormi? Bak. İman davası bo'lsa, Allah'a imanım var. Kıyamet günü varganca defterinin hemmisi açıldı. Hesap kitabının hemmisi açıldı. Hemmimiz şu yerde mensepten hali, unvandan hali, mal mülkten hali, şöhretten hali, yanı birbirinden hali halette hesap belgini oturumuz dedim. Ma imanı olup kalsa ağzından çıkan gibi dikkat kılın. Paydalık gap olsa ümmetke. Müslümanlar paydalık gap olsa dedim. Savaplık gap bozdan, özanlık payda edilen, ailenlik payda edilen, cemiyetinlik, milletinlik payda, ümmet paydadan gap bozdan. Eğer özanlıktan tatır ümmet kadar, insaniyet kadar ziyallık gap bozsa, ağzanlık cümalı. Bumuz kıyamet günü qağınına hesabını deşimiz deydi. Demek bir Müslümanın tilinin güzel oluşu, ya ki tilinin buzuk oluşu neye bağlasın? Onun kalbinin pak oluşuğa ya kalbinin ki pakiz emeski bağlı. Tili qarab turib buning paksiki yoki tilining buzuqligi ko'rsatdi. Qalbi pok bo'lsa, og'izdan chiqqan gaplar pok kelib chiqadi. Agar uning dili buzuq bo'lib qolsa, og'izdan chiqqan gaplar shaytonninki yo'llarini yoki vositalarini olib chiqadi. To'g'ri. Chunki payg'ambarimiz la yastaqim iman abdin hatta yastaqim qalbuhu. Bir adamның imanın sağlam imansa qachon bo'lsa, uning qalbi to'g'ri yo'lga kirgan chog'da. Ya'ni qalbi poklangan chog'da eninkendan iman joyiga tushdi. Rizq endin tushdi. Qalbi poklangan chog'da iman endin joyiga to'xtaydi. Wala yastaqim qalbu hatta yastaqim. Adamning tili tuzalmay turib, qalbi tuzalmaydi. Qalbini poklashning yo'li ma'nosi davdi tilini tuzashdi. Bir qalbi poklansa, tili ta'sir qildi. Bu yerda ba'zi insonning tili bazab bo'lsa, tili buzuq bo'lsa yoki tili andaj bo'lib qolsa, bu til tuzalmay qolib qolsa, odamning qalbi poklanmaydi. Demak, bu yerda qalbini poklasam bo'ldi, iymonim mustahkamlasam bo'ldi, samimiy musulmon bo'ldimsiz, tilingizni poklang deydi. Bu hadisga asosan tili buzuq insonlarning qalbi ya hasadxo'r bo'ladi, yoki adovatxo'r bo'ladi, yoki g'iybatxo'r bo'ladi. Buningdan birisi xoli bo'ladi. Yoki boshqa bir sababdan xoli bo'ladi. Şoň bu ýerde gaýwetden qutulaş, suxançylikdan qutulaş, ýa-ki adavat, hasaddan qutulaş üçin tilni pokizlaş bu
samimiylikninki yoki qalbini poklashninki yo'lidir. Shundan oxir deymizki, musulmonlarning o'zaro munosabatlarini yaxshilashi va o'zaro aloqalarni isloh qilib olishi tez vaqtning ichida bu qalbini poklashning taqozzosidir. İmanның taqozzosidir. Chunki Alloh taolo mu'minlarga xitob qilib, "Fattaqulloha va aslihu zatabaykum." Allohdan qo'rqing. Kim bo'lsang qo'rqing. Men sipanli o'zingizga oxiratda asqatmaydi. Ya'ni bishmonni o'zingizga. Allohdan qo'rqinglar. Musulmonlik o'lchim bo'yicha yashanglar. Qalbingni pokizlashga diqqat qiling. Ma aranglar buzilgan bo'lsa, aranglar shayton kirgan bo'lsa, aranglar fitna fasad yoki uch-buch bo'lgan bo'lsa, be'atlashib olinglar. Yarishib olinglar. Bir-biringlarni afu qilinglar, kechiringlar. Mana qalbni poklashninki taqozzos. Agar yo'q uni yarashmaydi, yo'q uni bir yer kammaydi, yo'q uni bir yer o'tdamaydi qolsa, qalbim kirlasi mayli deyim. Qalbim datlasgan qalb bo'lib qolsa, balron aloqalar bo'yicha mayli deyim. U vaqtida Allohning bu buyrug'iga xilof ish qilgan bo'ldi. Natija dunyoda oxiratda chataq chiqadi. Xuloslagan vaqtimizda bu qalbini poklashning xulosasi, qalbini poklashning mukofot natijasi birinchi bo'lib Allohning roziligiga erishamiz, qalbimiz poklasak. Allohning yordamiga erishamiz. Allohning muvaffaqiyatiga erishamiz. Oxiratda bo'lgan bo'lsa, Allohningki jannatiga erishamiz. Mana bu qalbini poklashninki taqozzosidir. Ko'p rahmat. Gayet güzel bir şekilde xulosalandi. Vaqtimizni qisqartganligimiz uchun vaqtimiz yana to'shdi ham demishadi. Yana uzatmay, albatta boshqa nurg'un savol chiqarsak chiqadi buning ichidan yana biraz ochsak. Ko'p rahmat yana. Shunchalik meg'iz güzel şekilde bo'ldi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, haqiqatan yana har birimiz bularni anglab o'ltaga vaqtlarda xiyollarımızga, ko'ngillarimizga nimalar kashdi hammamiz o'zimiz bilamiz. Yani şu kadar yani mayli moddiy, ma'naviy jihatdan bugungi yashayotgan shunchalik beshimizga ig'ir kun kelgan bir xalq bo'lib sifatimiz bilan ijtimoiy uchur vositalarida kishilik munosabatlarimizda bir-birimiz bilan qilayotgan munosabatdan qanchalik darajada hamma narsaniki İslam relisidan chiqib ketayotganligini nurg'unlarimiz his qilgan bo'lish kerak. Nurg'un narsalar hamma narsa manfaat ustiga qurilgan. Hatto shu til masalasidami ijtimoiy uchur vositalarida hammamizni yaxshi bilamiz, kichikgina bir ishlarga qanchalik haqoratlarni yig'ayotganligi, xuddi dushmanimiz Xitoyga ishlatmaydigan so'zlarni o'zimizningki bir millatdan bo'lgan qarindoshlarimizga rahat shaklda ishiltayotganligimizni afsuslik bilan ko'ryapmiz, qadrli ko'ruvchilarimiz. Albatta biz mayli moddiy jihatdan bo'lsin, ma'naviy jihatdan bo'lsin, bu pokizlik masalasiga intayin ko'ngil bo'lishimiz kerakligi qisqa shunchalik vaqtimizda nihoyat go'zal yechib berildi. Haqiqatan men shu narsa esimga keldi. Rasulullohning kelganiga bog'liq Bilal radhiyallohu anhuning jannatga oyoq tevishini anglaganligi haqida Rasululloh Bilal radhiyallohu anhu so'raydigan-di. Shu qisqa bir narsani aslatib programmamizni oyoqlashtirsak, jannatda Bilal radhiyallohu anhu hammamiz bilamiz, qaritanlik bir sahabi Rasulullohning muazzini. Abay hadisim so'zildi mesela, Allah subhanahu taoloning insonning tashqi qiyofatiga, kiyim-kechkining go'zal bo'lishiga, albatta inson qudrati esa albatta go'zal bo'lishi kerak. Tashqi pokizlikmi intayin muhim, bu hargiz qarimaydi degani sizlar labdir yuringlar, tashvitinglar o'zinglar deganlik emas, qalbinglar pokiz bo'lsin deganlik emas, buni tushuntirildi. Ana shunday bir sahabi yo'lda biz ko'rsak masalan qartalliklarni, nurg'un insonlar ko'zga ilmaydigan, balki to'varak ko'rib qoldigan taqa nurg'un jamiyatlarda shunday bir sahabining jannatda oyoq tevishini anglab, nima uchun qanday bir amal mushin jannatga shunday kirgizganda deb savol so'rab, nima ish qilsasan degan vaqtida har kuni oqshom yotgan vaqtimda men musulmonlarning hiçbir musulmon qalbimda zarrachilik bir o'ch adovat yoki bir xil ularni yomonlash bu narsa bo'lmagan holatda uxlayman deb javob berdim. Musulmonning qalbining qanchalik pokiz bo'lganligi shu amalininki uni jannatda Rasulullohning oldida oyoq tevishini anglayotganligini anglab Rasululloh bunu so'raydan Bilal radhiyallohu anhu. Bu hamda har birimizga dars bo'lish kerak. Qalbimizda nima uchun 4 kunlik bir hayotda bir-birimizga o'chmanlik,
bir-birimizga haqorat, bir-birimizni ko'ranmaslik, bu chidamaslik, bu ishlar nima uchun endi? Butun zihnimizni, shu qalbimizni birlashtirgan holatda dushmanimizga qaratgan bo'lsak, bugungi kunimiz boshqacha farqli bo'lgan bo'ladi inshaalloh. Shundaq bir holatga olib kelish uchun qilayotgan programmalarni Rabbimning to'g'anchilik bilan bizlarni ana shundaq pok qalblik, pokiz insonlardan qilishini to'g'anchilik bilan so'raymiz. Alloh umr bersa yana bir qatimliq programmamizda oldimizga gapda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.